Qadrli Gayus, bu olamda sizdan boshqa ishonadigan odamim yo'q. Har bir ona o'z farzandini o'zgacha deb biladi. Men esa Merlin bunday bo'lmasligi uchun hayotimdan voz kechishga tayyorman. Biz kichkina qishloqda yashaymiz. Bu yerning aholisi Merlinni g'ayrioddiy bola bo'lgani uchun yoqtirishmaydi. U bu yerdan ketishga majbur. O'g'lim unga yo'l ko'rsatadigan odamga, yaratgan egam sovg'a qilgan qobiliyatni ezgu maqsadga yo'naltirishni o'rgatuvchi ustozga muhtoj. Iltimos, ona qalbini tushunsangiz, uni balo qazolardan himoya qiling. Ikkalangizni Xudoga topshirdim.